Hayotimda hech qachon bo'lmaydigan narsalar. Вот прям his qilyapman, bu video olish menga qiyin bo'ladi. Birinchisi, dadam hech qachon meni to'yimda qatnashmaydilar. Ular hech qachon meni kuyovgacha kuzatmaydi va ota va qiz valsiga tushmaymiz. Dadam уже 8 yil biza bilan yo'qlar va men har doim erkatoy qiz bo'lganman va ba'zida o'ylanib qolaman. Hayotimdagi eng muhim kunlarda ular yonimda bo'lmaydi va bu narsani qabul qilish juda ham qiyin. Ikkinchisi, meni hech qachon 25-mayim va bitiruv bayrami bo'lmaydi. Abituriyentlik vaqtimda og'ir jarohat olgandim. O'sha vaqtda Kastilida yurardim va uydan deyarli chiqmasdim. Bundan tashqari, o'sha paytda men meditsinskaga kirishga tayyorgarlik ko'ruvdim va faqat repetitorga boruvdim, maktabga почти bormasdim. Вот o'sha uchun men hech qachon bitiruv lentasini taqmaganman, bitiruvchilarni valsiga tushmaganman va o'sha atmosferani his qilmaganman. Va yana bitta narsa, menda hech qachon ahil sinf bo'lmagan. Men bir necha maktab va litsey o'zgartirganman. O'shanga men hech qanaqa sinfga qattiq bog'lanmaganman. Ну, конечно, bo'lgan. Birinchi maktabimda 8 yil o'qidim, lekin ular bilan уже aloqa почти yo'qolgan. Lekin bilasizlarmi, shunga qaramay, hayotimda bo'lmagan narsalar uchun emas, bor narsalarim uchun Xudoga shukr qilaman. Menimcha, bizada yo'q narsalarni eslash aslida bizada bor narsalarni qadriga yetishni o'rgatadi. Va men hech qachon hayotimda ba'zi narsalar bo'lmagani uchun o'zimni kamroq inson deb o'ylamayman. Chunki hammamiz bu hayotni birinchi marta yashayapmiz va ertaga bizani nima kutayotganini bilmaymiz. Всем пока.